yo'llarni mana. Masarada boshqa joy tayyorgarlik qilyapti. Mana shu yerdan o'sha devorning oxirigacha yo'l olib chiqilish kerak. Mana bu yo'l mana. Mana shu yo'lning davomini mana bunday qilib olib ketdik. Mana bu yerda yotgan insonlarimizni boshiga keladigan, orqasidan keladiganlar mana oyoqlari loy bo'lmay bemalol kirib keladi. Mana shu yo'l oxiriga chiqish kerak mana. Lekin asharchilardan hali darak yo'q. Soat 8 ga aytilganida, hurmatli do'stlar, hurmatli akalar. Yana o'sha qabristonda xodimlari bilan Qodir akaga chiqmay qo'yaveraymi, men yerdan yuraveraymi aka. Mana shu yo'l bunday chiqib o'sha 12 boradi. Uyda o'tirgan belida kuchi bor, bitta ketmon bilan, bitta lapatki bilan qo'lidan kelsa ishlaydigan insonlarimizni asharga chaqirib qolamiz. Bir kun hammamiz kelamiz shu yerlarga. Hammamiz kelamiz. Buni hech qachon unutmanglar. Bugun beliz yelkangizda ketmoningiz bilan kelib hashar qilib kelsangiz, ertaga kimnidir yelkasida kelasiz. Men javob beraman bu gapimga, %100 javob beraman. Bir kun kimlardir yelkasida kelamiz hammamiz. Lekin hozir oyoq qo'limiz ishlab turganda, mana bu yerda mana kelib biroz mehnat qilib qo'yaylik, metdan kiriladi mana. Kirilibdi, kelinib, bugungi rejamiz mana shu yerdan mana shu yoqqa mana yo'l quyish. Mana shu daraxt yonidan yo'l ketadi, semun qilib. Keyingi rejamiz esa yana biroz mablag' to'plagandan keyin mana bu devor tagidan mana raisimiz rahmatli To'xtaboyevni qabrini oldan bunday chekkadan yo'l qilamiz, uni asfalt qilamiz. Nari yo'lga olib chiqib tutashtiramiz. Bemalol ziyoratchilarimiz, akalarimiz, opalarimiz kelganda oyoqlari loy bo'lmay yuradigan sharoit qilyapmiz. Qabristonimizga ko'z tegmasin iloyim. Kamroq odam qo'yilsin. Barchalarini hasharga chaqiraman. Yana bir bor. Hasharga. Murod aka, ko'chasini oqsoqoli, o'zigamlar Sarkin ko'chadan. Odamlarimiz ko'payyapti, Allohga shukr. Mana shu yerda to'g'ri olib chiqsak, bugungi yer kurrasi marra bizga bo'ladi. Mana shu yerda yotgan ahli mo'minlarda onadonadan kelganlar oyog'i loy bo'lmasdan, chang bo'lmasdan toza yo'lda yurib ketish uchun qilinyapti bu ishlar. Mana oqsoqolimiz Qo'raquli Murodjon aka o'zi boshchiligida ishlar boshlandi. Yosh kattalar chetda, yoshlarimizdan darak yo'q. Mana hasharchilarga osham tayyor. Tursun ekan. Sho'katjon boshro'lda. Power bu, power. Ko'ryapsizlarmi? Xizmat bo'lsa, kichkina marosimlarga aytaverasizlar Sho'katda. Hozir nimada? Mana yosh kattalarimiz kecha gap bo'yicha mana biz uchun katta davlat bular batda o'tirishlari. Nuroniylarimiz. Hocaga bir duo qilib qo'ymaylar deganlarga. Lekin hamma ishlarni bilayotganlardan Alloh rozi bo'lsin. Homiylarimiz ham. Tanjanlar homiylarni yashitda nima yordam ko'rsatgan bo'lsa, dargohida qabul qilsa Alloh bersa hammasi. Ortig'i bilan bersin. Rahmat. Xizmat qilganlarga ham, homiylarga ham rahmat.
Salohadan o'zing ham rahmat uka. Gulpadiylar salom. Kelinglar oshga. Ardın akam qalampir to'g'rayapti mana. Shakarotqa bo'ldi. Shu kecha aytdim-ku, yosh kattalarimiz aynan ishlarni qilyapti. Qalampir Odagan tartadi biroz. Usta prorablar. O'tinglar baqa, o'tinglar. Ana baka. Bizi pochcha bo'ladi. Semun qo'shish bilan band. Hojagam mikserda voditeli. Hojaga charchamadingizmi? Rahmat akam butash ishlari bilan band. Otabek hoji esa mana Hasan akam nimadalar? Gilamni rolda. Suyuq ekan, suyuq ekan. Qolaversa ba'da mana ikki taraflama ish ketyapti. Murodil akam To'raqulov Tinchlikda oqsoqolini brigadasi naryadi yangi joyga zasibga tayyorlayapti uni. Ba'da mana Ro'zmat akam boshchiligida quyib kelinyapti bak. Mikserda shohqiri Otabek ham. Otabek mana qabristonning yon qo'shnisi. Qilish jarayoni. Kurdal tog'am ishchilarga tarvuz so'yish bilan band.